Shunaqa tuhmatlar bo'ladiki, ko'rgan odam sizni kulib yuradigan, hamma tomonlama boshqacha deb biladi, lekin shu darajada inson tuhmat sindiradiki, siz uni isbotlab bera olmaysiz. Sha'ningizga bog'liq boshqa balo battar. Bu tuhmatlar shunchaki insonni kuragida turmaydigan gaplar bo'lib chiqadi. Lekin tuhmat shunaqa tuhmatlarga uchradimki, prosta savlatingiz siz tik ushlab turadi. O'zingizni shunda ushlab turasiz xolos. Hamma o'zi uchun haqda. U taraf ham o'zini haqda bilishi mumkin. Men oxirgi marta ham shu narsani aytdim. Vaqtga tashlab beraman. Vaqt hamma narsani ko'rsatadi. Chunki biz bandamizda ko'rib turuvchi bor. Tuhmatda gunohri savol bo'ladi. Men hech qachon hech kimga qarg'ab, naq qilmayman. Prosta Allohga havola qilib qo'yaman. Mayli aytishsinadi. Bu og'izda og'ziga kelganini gapirasiz.